Andishasiz qiz. Buva, siqilmang. Kenayam o'zi shunaqayu bilasiz-ku. Xudo xolasa-chi buva. Mana xotinim bunaqa bo'lmaydi. Aytganingiz. Ertalab sizga choy tayinlaydi. Aytganingiz. Sizni xizmatlaringizni qiladi. Aytganingiz, bolajonim. Hech qaysinga yomonligim yo'q. Hech qaysingni. Yuringdan ko'ra buva ko'chaga chiqamiz. Muzqaymoq yeb kelamiz. O'zimning pulim bor. Ay jonim. Xo'p. Yuring. Men ozgina o'zimga kelib olay. Xo'p, hozir. Suv olib kelib beraymi? Yo'q, hozir. Hozir chiqaman bolam. Xo'p. Ahmoq qiz. Shu bolachalikmasa. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Ammo palatadagi qiz bor-ku. Qaysi? Yangi kelgan, Sevinch. Xo'p. Asabimni yedi. Urib o'ldirib qo'yaman. Na meni gapimni eshitadi, na hamshirani gapini eshitadi. Mana dorisi, ichmayapti dorisini. Menga bering. O'zim ichiraman. Siz shifokorsiz. Bemorlarni urishga haqqingiz yo'q. O'zim ichiraman, boravering. Mayli, amallasangiz. Xo'p. Tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Nega xoningizdamisiz? Meni xonamdan haydashdi. Kim haydaydi? Ana xonadagi kampir bor-ku. Qaysi kampir? Xonamdagi. Boring. Chiqing. Qizingiz keladi. Kutib turing dedi. O'ldirasizda. Yuring, sizga boshqa xona beraman. Yuring. Sevinch. Nima bo'lyapti yana? Siz meni ushlab o'tiribsiz. Men jin emasman. Xohlagan savolingizni bering. Javob beraman. Siz meni qochishimga yordam beraman dedingiz. Sevinch, seni hech kim jinni deyotgani yo'q. Giyohvand moddalarga o'ralishib qolgansan. Hozir davolanmasang, hech qachon tuzalmaysan. Men tuzalishni xohlamayman. Erimni oldiga borishim kerak. Meni ajrata olmaysizlar. Menga qara, u ermas. U seni qotiling bo'ladi. Bu ketishni bilasanmi nima? Nima bo'lishini bilasanmi sen? Yo'q. Agar hozir meni chiqarib olmasangiz, shu oynadan o'zimni tashiyman. Sevinch, qanaqa qilib tashiysan? Oyna ochilmaydi-ku. Sevinch, menga qara. Seni yaxshi ko'radigan ota-onangni o'yla. Ahmoqlik qilib qo'yma, xo'pmi? Hozir men senga yordam berarman, qo'yib yuborarman. Keyin nima bo'ladi? Qachon davolanasan? Ota-onangga nima deb javob beramiz? Siz to'g'risida hech kimga aytmayman, faqat qo'yib yuboring. Sevinch, bo'lmaydi. Ozgina davolangin. O'zing chiqib ketasan. Quloq solasanmi? Shu dorilaring ichgin, bir marta aytganimni qilgin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'qol! Yo'qol, ket! Ket! Ichmayman. Sevinch. Ichmayman, yo'qol! 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 Ustoz. Xolamga haqiqatni aytasizmi? Aytishim kerak. Lekin bir tomonini o'ylayapman-da, O'tkir. Bu bola lo'li. Lo'lilarni qo'lida katta bo'lgan. O'zini lo'li deb biladi. Ha. Bizni qabul qilmasa-chi? Keyin yana bir zarbani olmasa bo'ldi. Stent qo'yganman uni yuragiga.
Bu gapingiz ham to'g'ri, ustoz. Undan oldin o'g'lingiz bilan gaplashaylik. Haqiqatni aytib ko'raylik. Balkim tushunar-a? Bu yerda siz aybingiz yo'q. Uni o'g'irlab ketishgan. Necha yil qidirdingiz uni? Eng muhimi siz tashlab ketmagansiz, ustoz. Unda qamoqxonadan uni tez chiqarishimiz kerak, O'tkir. Men qara. Eshitaman. Oldin больницаga hayda uni onasini ko'ray. Lo'la ayolni oldiga borasizmi? Ha. Boraman. Xo'p, ustoz. Ey, ol sigaretingni. Nima? Yerga tashlagan sigaretingni ol. Axlatga tasha. Men qara. Sen kimga tikka gapiryapsan? Nima? Senga gapiryapman. Sigaretingni ol bu yerdan. O'zingdan ketma. Yo больницада yotgan buvingni oldiga jo'natib yuboraymi, ha? Chakagingni sindirib qo'yaman hozir. Nima qilasan? Qanaqa sindira olasan, ha? Sen o'zingdan ketyapsanmi? Ol sigaretingni. Oldi olma senga. Qo'y yubor. Ol sigaretingni. Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Men qara, kattalaring kim berdi? Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Senlar kelgan mijozlarga shunaqa muomala qilasanlar. Ha, o'zingizni bosing. Qo'lingni ol. Axlat tashyapti. Ha. Olib ketsin, uyiga tashasan o'sha sigaretini. Ha. Men qara, xuddi hamma joy top-toza. Ha, endi. Bo'ldi. Ishingiz bormidi bizda ukam? Nega men haligacha molimni olib chiqib keta olmayman? O'zingizni bosing. Xo'jayin yo'q. Xo'p, qani xo'jayin? Ozgina problemasi bor. Meni qiziqtirmaydi. Meni ham problemam bor. Shu molimni olib chiqib ketmasam, menga ham problema bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Qarang. Bugun xo'jayinning yoniga boraman. Menga ishonchnoma qilib bersalar, ertagayoq molingizni olib ketishingiz mumkin. O'zimni ham molimni olib keta olmayman. Xo'p. Shuni to'g'ri tushuntirsa bo'lar ekanmi? Axlat tashamasa normalga gaplashiladi. O'chir ovozingni. Bo'ldi. Bora qoling. Najot. Senga muammo kammidi? O'zi akamni ichkarida o'tirganlari yetib turibdi. O'zingni bosib olgin. Hozir mush ko'rsatadigan zamon emas. To'g'ri ish qildimi hozir? Nima qilib sigaret tashasa? Biz ham tashaymiz. Bo'tga tashamasin. Mijoz har doim haq. Sen do'konga chiqasanmi? Yo'q, kasalxonaga boraman. O'zing qarab turarsan. Xo'p, men ichkarida bo'laman. Aldamabsan. Bolam meni o'g'lim. Vijdonsiz. Shuncha yil qanday bu sir bilan yashading? A? Bolamni lo'li bo'lishiga majbur qilgansan. Sen qilgansan. Qay ahvolda bu bola katta bo'lgan Xudo biladi. Siz ham erimni nohaq qilmagansiz.
qancha yalindim. Eslang. Meni qizim yetim bo'lib qolib ketdi. O'shanda yomon alam qildi. Ering haqiqatdan ham o'g'ri edi. Barcha dalillar unga qarshi bo'lgan. Bu bahona bo'lmaydi. Bir go'dakni o'z ota-onasidan ayirish. Sen bemehr ayol ekansan. Bolamni ham zulm bilan katta qilgansan. Aslo. Habibga tuqqan bolalarimdan ham ko'proq mehr berdim. Uni o'zimni bolalarimdan ham ko'proq yaxshi ko'rdim. Nima qilsangiz qiling. Lekin uni qamoqdan olib chiqing. Xohlasangiz menga jazo bering. Men qo'rqmayman. Faqat bolamga yaxshilik qiling. Bu ishdan tashvishlanma. O'g'limni o'zim chiqaraman. Sen o'zingni o'yla. Qolgan umringni qamoqda o'tkazadigan bo'lding. Toki 35 yillik alamim chiqmasa, qamoqda o'tirasan. Roziman. Men roziman. Rahmat. Rahmat. Habibim ozodlikka chiqsa bo'ldi. Roziman. Menga nima bo'lsa bo'ldi. Menga qara. Gaplashdingmi qizing bilan? Gaplashdim. Xo'sh. Bilasiz, u fe'l-atvorini darrov arazlab qoladi. Menga qara, arazliydimi yo'qmi, meni qiziqtirmaydi. Yig'ishtirib olsin o'zini. Agar bir gap chiqadigan bo'lsa, hamma ustimizdan kuladi. O'zi shunda ham bir tekis hayotimiz yo'q. Nima hozir tug'maganimni, zaxirani boqib olganimizni yuzimga solyapsizmi? Xohlaysanmi, yo'qmi? Qazisan, qartasan, asli zotingga tortasan degan gap bor. Agar qizingni qadami noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, do'st dushman oldida uyalib qolamiz. Chunki necha yildan beri boqib olgan, tarbiyalagan ota-ona bo'ladi deb hammaga gapirib aql o'rgatib kelyapmiz. O'zi o'shanda o'g'il bolani boqib olishimiz kerak edi. Aqarganda o'g'il menga qaroliydimi? Qiz bola qariydi-da. Iloyim yotoq bo'lib qolmaylik. Hech kimga kunimiz qolmasin. Aqariydigan shu qizda bizga dadasi. O'shanda dadam o'g'il boqib olinglar deganlarida o'zingiz yo'q dedingiz-ku. Menga bitta bola yetadi. Nima? Uyimni dedimga aylantirishim kerakmidi? Bo'pti, bo'lar ish bo'ldi. Qizingni qadamiga qarab yur. Ehtiyot bo'l. Tushundingmi? Mayli, siz xavotir olib yurmang, dadasi. Meni qizim o'ylab ish qiladi. Undan ko'ra
Ana Rustamni tergab qo'ying. Zahiraga qattiq gapirib qo'yibdi. Iya. To'y bo'lmasdan oldin bunaqa muomala qiladigan bo'lsa, to'ydan keyin nima bo'ladi dadasi? Endi bir kami men kuyov bilan aytishib, urushib yurishim qoluvdi. Na qizim bilan ona boladek bo'la olmadim. Na erim bilan bir oila bo'la olmadim. Hammasiga o'tmishimda qilgan xatolarim sabab. Ha, gapirmay. Voy, og'izlarim qurib ketdi-ye. Voy, mazza qildi. Voy, tavba. Voy, bo'kib qoldim. Ko'p yevorma. Alo? Amma assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Ha, yaxshi. O'z yaxshimisiz? Ha, yaxshimisan? Rahmat, bo'ladi. Bezovta qilmadimmi? Ha, yo'q. Eshitaman. Men aytgan qizingiz ishdami? Borsam bir uchrashtiring, bir ko'ring. Ha, ishdaydi, kelur. Ish qilib o'zi biladimi? Kelishimmi? To'xta. Oldin men gaplashay. Aha. Keyin senga qaytib qilvaraman. Hop. Kim? Hop. Kim qildi? Voy, jiyanim. Ha? Rayhoni so'rayapti. Voy. Ha. Qandoq yaxshi. Ha. Qani jiyanim, boy kelsinchi. bo'lsa, ana Ko'rsin, bir gap bo'lar. Voy, Rayhon. O'labi. Meni bitta jiyanim bor. Toparmon, tutarmon. Xo'p. Ko'p do'konlari bor, o'ziga to'q. Rossa qo'lida pul o'ynaydi. Tekkan qiz mazza qiladi, Merslarda yuradi. Ha, xo'p. Shuni sen bilan tanishtirmoqchi edim. Nima deysan? Bilmasam. Lekin bitta aybi bor. Uylanib ajrashgan. To'g'rirog'i shu, hayoti o'xshamadi. 2 marta uylantirdik, shu ikkala kelinam yaxshi chiqmadi-ya. Qarang-a. Hozir qizlar yomon bo'lib ketyapti-da. Voy, nimasini aytasan? Jiyanim tilla bola. Shu bitta narsani tushunmayman-da. Qizlar ahmoqmikin-a? Shunaqa puldor bola bo'lsa-yu, ketib qolishsa-ya. Ahmodi, to'qlikka sho'xlik qilishadi. Nima deysan, ko'rshasanmi? Yo'q. Nega? Men xotin qo'yganlarga erga tegmayman. Voy. Erga tegmagan qizga nima bor? Ikkita xotin qo'yganga tegdi. Voy. Rayhon, sen o'zingni yosh qizchaman deb o'ylaysanmi? 18 yoshmiding? Yigit tanlaysan? Kuyov tanlaysan? Bir kam 30 ga to'lding-ku. Endi senga faqat shunaqalardan sovchi keladi. Yo'q, tengi bilan. O'zimga o'xshagan, oila qurmagan, uylanmagan yigitlar bordir. Qari yigitlar ham bo'ladi-yu. O'shnaqasiga erga tegman, xavotir olmang. Tavba qildim, savali. Erga tegmasmish, tavba qildim. Qizlar nega yo'q? Qolganlar oshxona deydi, endi kelishyapti. Voy, 1000 marta aytdim. Mana shu pastdagi oshxonada ovqatlanaylik deb, hammasi har tarafga tarqab ketishadi. Mana vaqtida ishga kelishmaydi keyin. Men ham aytaman, pastdagi oshxona nimaga qilingan? Ha, mayli. Sizlarga bitta yangiligim bor. Hozir katta ish oldim, keyingi oyga Xudo xohlasa, o'shanga ulgurib berishinglar kerak. Oyliginglarni ham oshirib beraman. Yaxshi. Shu munosabat bilan bugun kechqurun yo'lni yo'l betidagi restoranga joy aytganman. Banket. Bugun kechqurun banketga hamma.
Unda biz vaqtliroq borib uyga yasanib kelsak. Mayli, 2 soat oldin ketsangiz ulgurarsiz degan umiddaman. Voy, yaxshi bo'pti. O'sha yerda ko'rishamiz bunda. Biz uydan to'g'ri boraveramiz. Shu yerdan keturamiz. Uydan kelmaymizmi? Mayli, birga boramiz bo'lmasa. Mayli bo'lmasam ko'rishamiz. Yaxshi ishlaydi. Birga boramiz. Bo'pti. Hay, menga qarang, hay. Sen ham borasanmi? Yo'q, men bormayman. Qaynonam ruxsat bermaydilar, bilasan-ku. Voy. Unda men ham bormayman. Nega bormaysan? Borib maza qilib aylanib ke. Bitta o'zim nima qilaman? Sen borsang borardim. Yo'q, hozir maza qilib o'ynaydigan payting. Ertaga erga tegsang, hech qayerga bora olmaysan. Meni qara, ishga boraman, uyga kelaman. O'shaning uchun hozir o'ynab olgin. To'g'ri aytasan. Nima kiysam ekan? Ana qora kostyum shimi bor-ku, o'shaniki rosa yarashadi senga. Uni oldi ochuvdi. Hech narsam yo'q taqishga. Voy, men taqinchoqlarni berib turaman senga. Shuni ham o'ylayapsanmi? Rostdan berib turasanmi? Chiroyli bo'lib borib, maza qilib dam olib kelgin. Bo'pti. Ke, qarash boraman. Ikki soat bor. Bemalol taqib borib kelishing mumkin. Rahmat. Qarang, becharan o'zini tillasi yo'q ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolodilnigingiz qani? Ha, tepamda dirillayveruvdi. Nariyoqqa olinglar dedim, olib qo'yishdi. Ha. Anaqa, mayda chuyda yeguli olib keldim. Bekor olib kelibsan. Sharsa yegim kelyapti. Ovorasi bor ekanmi, ona? Doktoringiz bilan gaplashdim, onam. Qayerga ketaman deb to'polon qildingiz. Bu yerda yotolmayman, yuragim siqilib ketdi. Yana 3 kun chidab bersangiz javob berar ekan. Shu 3 kunni o'tishayotgan. Gaplashib tezroq olib chiqib ket. Ahvolingiz kechagidan yaxshi ekan. Faqat yana 3 kun davolansinlar deyapti. Iltimos, qo'lim uqala. Xo'p. Uyga chiqishim kerak. Oyjon, yana ozgina chidang. Ana meva olib keldim. Kesib beraymi? Yo'q, kerak emas. Akangdan xabar bormi? Yaxshilar menimcha. Siz mana anchadan beri dam olmaganingizga bahonada dam oladigan bo'ldingiz. Menga yoqmaydi bunaqa joylar. Akangdan xabar bormi? Gapir. Ha, anu pichoqlagan bola bilan gaplashdim. Nima dedi? Uy plosga pul beraman dedim. Lekin arizasini qaytarib olmoqchi emas-da. Anu aytgancha prokuroringiz bor edi-yu. Nimaga chaqirtirdingiz uni? Nimaga u akamning yoniga bordi? Keyin bilasan. Endi nimanidir yashirayotgan bo'lsangiz, aytavering, begona emasman-ku. Xudoyim, hamma narsani vaqt soati kelganda bilasan. Shaydo qiling. Yaxshi. Jinni, tushunib bo'lmaydi. Bir yig'laydi, bir kuladi. Yuribdi. Kelib qolsa ham kerak. G'iybat qilmasdan qo'lim uqala. Nima qilsamikin? Yaxshimi?
Qo'ling yo'q dedi. Xohlasangiz yuring mashinada sal ko'chani aylantirib kelaman, chalg'iysiz a? Butunlay chiqsam boshqa. Borib, kelib. Ha, tuzalib ketsangiz, xudo xohlasa, parklarga ham olib boraman. Sabr qilib turing. Tog'larga olib chiqaman. Ha, gap u. Ha, nimaga gap, oyi? So'qoq somsa yegani chiqamiz. Chiqibdimi so'qoq somsa? Ha? O'zim olib boraman sizni. Bo'ldi. Zo'riga. Ishtag'imni ochib yubording. Uni issig'ida yeyish kerak-da. Olib kelgunimcha sovib qoladi. Shuning uchun o'zimiz borib yeb kelamiz. Bo'pti. Ko'p gapirma. So'laymoqsiz bording. To'chkani bilasan deysan. Qattiq urayotganini bilasan. Baraka top. Ko'tarmayman. Seni undan ko'ra cho'rniga tiqaman. Endi bu ham narxini oshiradi. Ana, bo'ldi. Abba. O'ynashyapsanmi sen men bilan? Kim deb o'ylayapsan o'zingni? Mayli, sog' bo'ling. Sizga ishondimmi? Bo'ldi, ishonsangiz bo'ladi. Qo'yingizni xotirjam qiling. Xo'p. Hammasi risoladek bo'ladi. Yaxshi. Qani yuring, olib Yo'q, keling. bemorimizni joylashtirishimiz kerak. Mayli, sog' bo'ling. Bo'ldi, omon bo'ling. O'sha gap. Xo'p, aka, tushundim. Hop. Alo. Alo, Eshitaman. Saodat, Olabi. menga qara, 9-palatda tayyorlab qo'y. Xo'p, 2 soatda bemor olib kelishadi. xo'p bo'ladi. Men ham hozir 1 soatlarda qaytaman. Xo'p. Bo'pti. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisan, qizim? Necha vaqtlik kelding? Bugun banket bor ekan ishxonada. Nimani evaziga? Katta partiyada ish olishgan ekan. O'shanga qanaqadir banket qilib berishmoqchi ekan. Ayub, asalom, kela qol. Bitta achom qiling. Achom ki. Bitta. Qani? Oppa, asalim mana. Toyim. Oppog'im. Ammasini o'g'li. Men o'zim kindirib beraman, xo'pmi? Ayub, Morojniy yeyman. bo'pti, oyi. Xo'p. Morojniy olib beraman, asalim. Men kiyimimni almashtirib chiqaman. Bo'pti, bo'la qol tezroq. Menga qara, ovqat yeb ket. Voy, oyi, o'zi banketga ketyapman-ku. Sen hammaning oldida ovqat yeyolmaysan-ku. To'yga borsang to'yib bor degan gap bor. Yevaga u bu narsa. Xo'p. Shahnoz, Labi oyijon. choy olib keling. Xo'p bo'ladi. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Ishlarni qildingizmi? Qildim. Changlarni artdingizmi bu yerdagi changlarni? Ha, artdim oyijon. Bassillarni o'tini yuldingizmi? Yuldim. Ko'chalarni supurdim, tozalab qo'ydim. Yaxshi. Bo'lmasam, mana bu zinalarni bir yuvib chiqing. Kecha yuvdim-ku oyijon. Yana bir marta yuving. Hali changmas-u. Tozalik bor joyda xayr baraka bo'ladi. Mana bu chiroqlarni ham o'chirib qo'ying. Hozir tozalab qo'yaman oyijon. Hozir artaman. O'tirib turing. Ayub. Kiyimingni men kiydirib qo'ya qolay, bolam.
kiydirib qo'yaman, tura qol. Tur, bo'la qol. O'zim kiyaman. Yo'q, o'zim kiydirib qo'yaman. Bo'la qol, marojni yeymiz. Bering kiyaman. Ha, bo'pti, kiya qol. Bo'la qol. Kiy chiqani, bo'l, tezroq. Oyi, men ketdim. Bo'pti, bora qol. Bunindigini qayerdan olding? Ha, Feruzdan o'tirdim, ishxonadagi. Nega olasan? Birovnikini. Chiroyli-da, yoqtirib qoluvdim, nejniy. Ha, buningdan uzib ketib qolsa-chi, u bu kim? Yosh bolamanmi, oyi, kim uzib ketadi? Qayerdan bilasan? Bilib bo'lmaydi-ku. Bervar birov narsasini, mana menda bor. Kenayingda bor. Ke. Berardim taqaman desang. Ke qani o'g'lim? Sizlarniki qalin. Buni qarang, nejniy. Qaytarib ber egasiga. Shunaqada bitta olaman, oyi. Qaytarib ber egasiga dedim. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi borib kel. Xo'p. Meni nabirammisan? Kiyoqqa. Teskari kiyapsan-ku, asalim. To'xta, o'zim to'g'rilab beraman. O'zim kiyaman. Ko'p qotaman-ku. Xayr. Bilganingni qil. Yaxshi qiz, yaxshimisiz? Yaxshi. Qalaysiz? Adashmasam siz Zuhra edingiz? Fatima. Ha, Fatima. Ming bor uzr. Namuncha bahor tez keldi desam siz shu yerda o'tirgan ekansiz-da? Ha. Haligi Zahira shu yerdami? Ha, shu yerda. Chaqirib bera olasizmi? Alo, Zahira, sizni so'rab kelishuvdi. Hozir chiqaman. Xo'p. Hozir chiqadi. Hech qayoqqa ketmagani yaxshi bo'pti. Men qarang, Zuhra qani? Tepada ishlayapti. Ha, siz bu yerda. Lekin bir-biringizga juda ham o'xshaysizlar bor-ku. Faqat siz sal chiroyliroqsiz. Voy. Oyiz uyda qanaqa bajaratadilar sizlarni? Menimcha chiroyliga qarab bajaratsa kerak-a? Balki. Nimaga keldingiz? Men telefonni ko'tarmayapsan? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Balkim kayfiyatim yo'qdir. Nima qilay, kayfiyat bo'lmasa odam telefonni ko'tarmaydimi? Keling. Ozgina bir-birimizdan dam olaylik. Nima? Seni toming joydami? Yaqinda to'yimiz, qanaqa bir-birimizdan dam olamiz? Sen meni yosh bola ko'ryapsanmi? Menimcha, oxirgi paytlar sizga yoqmayapman. Sizga berayotgan sovg'alarim ham yoqmayapti. O'zim ham yoqmayapman. Men qara nima xohlayapsan? Gap so'zim ham yoqmayapti. Ko'rdingizmi? Eshitishni ham xohlamayapsiz. Nima demoqsan bu gaping bilan? Nima deyishim kerak? Zahira, men bilan hazillashma, men seni o'rtog'ing emasman. Kim bilan hazillashay? Ana Lo'li bilanmi? Zahira, asabimni buzma. Qo'yib yuboring. Qo'yurmasam nima bo'ladi? Og'riyapti qo'lim. Baqirma, shallaqlik qilma menga. Hamma oldida. Qo'yib yuboring qo'limni. Menga qar. Senga yana bir marta aytaman. Keting, tegmang menga umuman. Mayli, yaxshi qoling. Xo'p, yaxshi boring. Zahira, rahmat. Ichib oling. Arzimaydi ko'z yoshlaringizga. Nimaga o'zi shu bolaga yerga tegibsiz? Aytgandim sizga. Yaxshi bolaga o'xshamayapti deb. O'zim ham bilmayman. Boshida mehribon, aqlli yigitga o'xshagandi. Fotihadan keyin o'zgardi. O'zi ko'p yigitlar shunaqa bo'ladi. Boshida o'zini zo'r ko'rsatadi-da, fotihadan keyin o'zgaradi. Masalan, meni jiyanim bor edi. Uni unashtirdik. To'ydan oldin yigit rosa va'da berdi. O'qiysan, ishlaysan dedi. To'y o'tgandan keyin uyga o'tkazib qo'ydi. Uni kiymaysan, buni kiymaysan deb. O'qimaysan. O'qishini ham tashatdi.
Keyin pochcham bilib kuyov bilan gaplashsalar, olib keting qizingiz debdi. Menga ko'chada yuradigan qiz kerak emas deb aytibdi. Xullas, hayoti bo'lmadi. Ajrashdi. Lekin baxti bor ekan, yaxshi yigitga ergitdi. Hozir yaxshi yashayapti. Ungacha qancha siqilib tamom bo'ldi. Endi unga umuman turmushga chiqqim kelmayapti. Kundan kunga undan ko'nglim so'yyapti. Uydagilarga aytding. Oyimni bilaman, aniq Fotihani buzmayman deydilar. Sharmanda qilasan meni deydilar. To'ydan keyin hayotingiz bo'lmasa, nima bo'ladi? Undan ko'ra hozir to'xtatish kerak. Ahvolini qarang buni. Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Siz o'qigan qiz bo'lsangiz, bu aniq uylansa ko'chaga chiqarmaydi sizni. Men ham shunaqa deb o'ylayapman. Oyizlar bilan gaplashing. Yoki kuyov bilan dadingiz gaplashsinlar. Meni ham ko'nglim sovuq bo'ldi. Ming yaxshi gaplashsam ham ertaga to'ydan keyin yasha olmasam kerak. O'ylab ko'ring. Hali vaqt bor. Yoshingiz arting. Yig'lamang. Men ham borib ishimni qilay. Xo'p, rahmat. Mayli. All you